Suyunchi. Xonanda Dilnoz Hakimova farzandli bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek shou biznesida yana bir quvonchli xabar yangradi. Sevimli xonanda Dilnoz oilasida katta shodlik yuz berib, san'atkor qiz farzandli bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, chaqaloqqa Amani deb ism qo'yilgan. Bu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, xonandaga minglab tabriklar yo'llanmoqda. Yaqinlari va muxlislari yangi mehmonning dunyoga kelishi munosabati bilan Dilnoz va uning oilasiga baxt, saodat, chaqaloqqa esa sog'lik, salomatlik va porloq kelajak tilashmoqda. Quvonchli voqea san'atkorning muxlislari orasida katta qiziqish uyg'otdi. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda samimiy fikrlarni qoldirib, oilaning quvonchiga sherik bo'lmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.